O'zi har bir sohaning o'zining chempioni bor. Lekin o'sha chempionlar qatoriga kirmasamda, BYD chempion elektromobilini o'sha chempionlar qo'yadigan narxda ko'rsataman. Hozir qo'yadigan narxim hali tarixda ham bo'lmagan. BYD chempion Honor pozitsiyasi ekan, ya'ni o'sha 2024-yil ishlab chiqarilgan eng full varianti. Kraskalari ham top-toza ekan. 160 slipoy zona, 5 joylari bor. Toza elektrichka, gibrid emas, toza elektr. Salon holatlari mana yomon emas. Yosh katta otaxonimiz mingan ekanlar. Evo polga tashlab qo'yilgan. Buni elektropaket. Mana panoramik oynalarda qanaqa ish yo'q ekan, rusifikatsiyalarni qilib qo'yilgan. Mabodo Telegram kanalimizdan xabar yo'q insonlar uchun eslatib o'taman. Har kuni Telegram kanalimizga 10 ta 15 talab GM hamda inomarka mashina qo'yib bormoqdamiz. Buni ko'p insonning xabari bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishlarini maslahat beramiz. Yurgan prebegi 124 ming ekan. 124 ming yurgan bo'lsa, yo'ng'is tushib ketgandir deydigan akalarimiz uchun mashina faqat uyda zaryad qilingan ekan, ko'cha-po'chada qilinmagan. Hamma narsani aybi bor deganlaridek. Mana shu bamfarada ozgincha qirilgan joyi bor. Lekin mana shu bokovoyda NFC kartani yonida mana shu plastmassasi ozgincha singan joyi bor. Men qo'yadigan narxni taxmin qilib turinglar. Agar taxmininglardan arzon aytadigan bo'lsam, Lipoy tanishlarga borib, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Xo'p, mashinaning boshqa joyda defekti yo'q ekan. Bemalol ustidan olib kelib ko'rib, tekshirtirib, proverka qilib olaverasizlar. Mana holatlarini ko'rsating. Xo'p, mana salonlari. Chotki sostenada ekan. Infinity akustika. Kamera. O'zi chempion nima degani? Yagona degani, bir dona degani. Biz bu chempionimizni 21490 dollarga berib yuboramiz. Oyilmasizlar, bunaqa narxlar faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Shunaqa arzon narxda chempion qidirayotgan o'g'illarga yuborib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'p gapirib o'tirib, sizni ham o'zimni ham vaqtim olmayman. Egalar nomeri har doimgidek Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib bemalol baraka qolishinglar mumkin. Bunaqa narxda arzon chempionlarni hech qayerdan topa olmaysizlar. Chunki bu yo'q narx kanali.